O'shalaring tormoz yaxshi ishlamas ekan. O'sha mashina o'shalarning chiqib qolmas. O'sha. Voy, subhanalloh. Matizning ovozini eshitdinglar? Ferrari bo'lib qopti. Ferrari. Akalar, sirrochning yordaminglar, maslahatinglar kerak. Matiz olib qo'yganman, prichtga egalari arendada yuradilar. Mashina kiradi yurgan, qonab ketgan. Hozir pastga olib tushaman, holatini bitta ko'ringlar. Maslahat sizlar bilan birgalashib ish qilaman. Qani ketdi, olib tushamiz. O'shalaring tormoz yaxshi ishlamas ekan. O'sha mashina o'shalarning chiqib qolmas. O'sha. Voy, subhanalloh. Tormoz ham yaxshi ishlamas ekan, bor-ku. Qoch. Ferrari keldi, Ferrari. Mashina juda ham ayanchli holatda sasib ketdi, ishxona ham to'g'risi akalar. Mana holatini video orqali o'zingizlarga bitta podrobniy ko'rsataman. Sizlardan nima? Faqatgina bitta bizga dalda bo'lish uchun bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketsanglar bo'ldi. Nima qilamiz? Kuzovini ham, ranglarini ham o'zgartiramizmi? Salonlarini men o'zim bo'ynimga oldim. Ponni salonlarni yangi qilib beraman deb akamiz hadoylarni aka, men ponni 0 dan 100 gacha o'zim yangi qilib beraman dedilar. Shunga yaxshi bizga bitta sponsor bo'lsa deb o'tdim. Kuzovlarini ham boshqatdan 0 dan ponni alishtiradigan joylarni alishtirib bo'yab beramiz akalar. Maslahatinglar nima kerak? Shuni nima qilamiz? Nima maslahat berasizlar? Kommentariyada fikringizni qoldirib ketib, bitta like bosib, podдержка berib tursanglar bo'ldi akalar. Salonlarida holat juda ham og'ir akalar. Tarpetka, eshik shipkalarini yangi taqamiz, zenalarni yo o'zini restavratsiya qilib, salon pertashka qilamiz. Men tablolarni ko'rsatmam, qarang. Bitta ham anu sudachiga ham ko'rsatmas ekan, benzindachi, men bularni ham hech nima ko'rsatmas ekan. Xullas, mashina oxirgi manziliga yetib kelgan ekan. Nima deysizlar? Bitta ko'rsating endi mashinaning holatini ko'rib o'zingizlar maza qilib olasizlar, bor.